Barchaga yana bir assalomu alaykum. Bugungi darsimizda sizlar bilan lokatsiyani jo'natishni ko'rib chiqamiz. Ya'ni qandoq qilib bo'ladi? Ya'ni bu lokatsiya jo'natish, boshqasi shularni ko'rib chiqamiz. Misol tariqasida kelinglar, mana shu joydan startdan boshqa hammasini o'chirib tashlaymanda. Shu yerga ya'ni lokatsiya jo'natishni ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda botga startni bosgandan keyin bot nuqta ya'ni send message qilamiz. Send message qilamiz albatta. Ya'ni messagega chatning ID'si welcome to bot yoki bu bizga doim shuni deydi. Shuning uchun biz aytamiz iltimos ya'ni lokatsiyangizni jo'nating, locationingizni yuboring degan buyruq beramiz va bu yerda e'tibor bering, markup qilib turib precise keyboard qilib qo'yib odatiy holatda qilsak bo'ladi. Yo'q, buni ham o'ziga yarasha turlari bor. Ya'ni qanaqa? Misol uchun siz buni qilganingizdan keyin bu yerga bitta anaqa ochasiz, obyekt ochasiz va bunga birinchisiga tekst berasiz. Mana bu holatda qilib berasiz. Ya'ni bu lokatsiya qabul qilish uchun. Ikkinchisi esa reply locationdan true qilib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Reply location true. Ya'ni lokatsiyani olishga ruxsat berishga o'xshagan narsa, ya'ni rozilik bildirish, shunga o'xshash desangiz ham bo'ladi. Mana shu holatda bo'ladi. Endi buni qildingiz, uni ham qilib olganingizdan keyin keyingisi esa bir martalik ishlatish uchun esa one time keyboard show qilib qo'yamiz. Mana shu holatda mijozda biz bemalol lokatsiyasini olmasak bo'ladi. Endi uni qanday ishlatamiz? Bot.on location degan xususiyat mavjud, ya'ni lokatsiyasi uchun biz uni olish uchun esa lokatsiya bizga ikkita manzil jo'natadi. Ya'ni ikkita tomonlama, ya'ni x y o'qida o'xshagan narsa, ya'ni x va y o'qini jo'natadi deylik, soddaroq tushunishinglar uchun. Const deylikda weightga misol uchun mana shuni olib qo'ya qolaman. Mana e'tibor bering. Bitta keling birinchi navbatda sizga yana ham soddaroq tushuntirish kerak baribir. MCG degan joyini ko'ramiz, ya'ni messageni ko'ramiz. Mana uje tayyor. npm run dev dastur ishlamoqda. Telegram botchamizga o'tamiz. Startni bosdik va u bizga qanaqadir xatolik berdi. Yo'q, start yo'q, hamma joyda. Bot nimaga biz patish qilmayaptim? Charchadimikin deyman. Lokatsiyamizni so'rash uchun bizda muammo bo'ladi. Bu telefon orqali qilish kerak. Misol mana bu yerdan men hozir location sal qiyin bo'ladi olish. Lekin sal qiynalyapti. Mayli, agar menda ishlamadi, misol uchun to'liq qila olmay qoldik. Agar mabodo telefoningizdan shu narsani qilib ko'rsanglar, bu ishlaydi. Kompyuterimda nimagadir ozgina muammosi bo'lib qoldi. Ya'ni mana shu holatda qilsanglar MCG beradi, ya'ni message va u yerdan location degan qismini olasiz. Va location desa mana shu qismi bo'ladi. Oddiy qilib tushuntirdim. Xatolik uchun uzr, ya'ni sababi kompyuterimda, ya'ni lokatsiyani olishga ruxsat bermagan, geolocation menda o'chiq ekan kompyuterimda, shuning uchun. Video shu yerda tugadi. E'tiborlar uchun kattakon rahmat. Xudo xolasa tez kunlarda shu o'rganganlarimiz bo'yicha bir amaliyot qilamiz.